Bizde yaratlar bilan bo'ladigan navbatdagi uchrashuvimiz bo'lyapti. Grafik asosan rejalashtirilgan. Bundan tashqari doimiy ravishda qabullarimiz bo'lib turadi. Kimda qanday bankka nisbatan murojaati, savollari yoki taklif shikoyatlari bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bugun hozir bankka kelganlaringizdan kimda qanaqa murojaat bor yoki taklif yoki e'tirozlar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Men shu filial rahbari Shoyif Azamatov. Kimlardir takliflaringiz yoki murojaatlaringiz bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kimda murojaat bor? Menda. Kredit olmoqchiman. Ram Kumarmi? Ram Kumar. Ram Kumar. Qaysi mahalla? Kamar mahallasida. Kamar. Universitetdan kredit olmoqchiman. Ishlamaysizmi? Yo'q. 12 million kreditimiz 12 milliongacha degan biznesga birinchi ko'mak mahsulotimiz bor. 12 milliongacha deyilgan limiti. Masalan siz 15 million olishingiz mumkin yoki 10 million olishingiz mumkin. 12 milliongacha olaman desangiz, kredit tarifingiz ijodiy bo'lib, mahalla bankiri va shu tomonidan ijodiy tavsiyanoma berilsa, albatta sizga chorvachilik yo'nalishida biznesga ko'mak mahsulotimizdan yillik 25% ajratiladi. Yana savolingiz? Yo'q. Yana kimga murojaat? Endi savolim, men Jahongir tumani 28 maktabi o'qituvchisiman. Biz Toshkent may oyining oxirgi o'rtalarigacha Transbankdan shart olardik. Endi mana Agrobankka o'tdik. Shundan men kelishim maqsad plastikni ulatish uchun kelgan. Ulatish uchun kelganman. Juda yaxshi. Biz bu bo'yicha biz xalq ta'limi bo'limi bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, butun xalq ta'limi xodimlarini bizga o'tib biz orqali ish haqi moliyalashtirishni yo'lga qo'yganmiz. Bu yerda hozir juda oson, biz yangi Agrobank Mobile ilovasida kartangizni agar Samsung Android telefonlar, qanaqa telefonlar bo'lsa, ilovani shunday o'zingiz Agrobank Mobile ilovasini yuklab olib, ro'yxatdan o'tib kartani urasangiz, avtomatik ravishda o'sha telefoningizdagi qo'shilgan o'zingizning raqamingizga plastik kartangiz avtomatik ravishda SMS xabarnoma yo'llanadi. Menda sensor telefon yo'qda ko'rinib turadi. Sizga oddiy telefon bor edi, shuni mutaxassisimizni qo'yib beramiz. Sizga bankomat orqali SMS xabarnoma ulab beriladi va sizga o'sha oddiy ya'ni knopkali telefon bo'lsa, klik xizmatiga ulab bersa, klik xizmati orqali bemalol buni mablag'ini yo'naltirishingiz mumkin. Boshqarishingiz mumkin. Yana kimda qanday murojaat bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.